Mana aka. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sahrodagi bo'ronning doimiy kuzatuvchilari, aziz chorva ishqibozlari. Xudo xohlasa bugun mana bola sigir narxlarining ikkinchi qismini Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Haftada aytganda o'sha Chuqurmol bozoridan videosyomkalarni taksiga olib, xudo xolasa e'tiboringizga havola qilyapmiz. Poddershka uchun bir like bosib, do'stlaringizga yuborib, podpiska qilib, kanalimizga a'zo bo'ling. Qo'ng'iroqchalarni yo'q. 8 kurak bo'lgan ekan. Bolasi mana shu. Ukam nechta suti bor buni? 20 litr sutiga kafolati bor. Bozor qancha so'radi? 30-31 milliongacha bozor so'rashyapti. Nechinchi qorin bu? 5. Ho'kizmi, g'unojinmi? G'unojin. Yirinni kattaligini qarang. Yo'q. Boshqa tagigacha tushibdi yirini. Staroq turibdi lekin. Baho berasiz sifatiga. Telefon nomer bormi? Ayt. 97lik 911 18 74. Yaxshi, bu ham sizlardanmi? Tog'a nech pul ekan bu? 25. Qancha suti bor? 10 litr suti bor. Kafolatli. Sigirni mana aka, mesmi qarada bo'lsa ham eti yaxshi. Bolasi o'qitcha. Shuning uchun taroziga tosh bosyapti. Nech bo'ldi ko'rdi? 22. Bozor so'rayapti 22 millionga. 4-qorinmi? 4-qorin. Onasini tushovi yo'qmi? Oyog'iga tushov solishyaptimi? Tushovlari yo'q. Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer. Telefon nomer. Ayting. 50lik 103 79 21. Aloqaga chiqamiz. Charchamang. Savdosini bersin. Keyingilari. Kichikroq, lekin bitta oilani obod qiladigan variantidan. Bir parti go'tga qonun qo'yadigan. Shu birinchi tug'ish va ikkinchi tug'ishga chamamda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, nech pul so'rayapsiz buni? 19 deyapman, bozor 18. 19 aytilishi, bozor 18 so'rayapti. Ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. 4 litr suti bor. Ha? Ha, 5-6 suti bor. 5-6. Boladan tashqari 4 litrmi? Ha, yaxshi. Bolasi g'unojincha. Yaxshi. Telefon nomer aka? 94lik 478 91 91. Aloqaga chiqamiz. Sog'liq yaxshimi? Charchamay. Assalomu alaykum. Qanday zo'rmish aka? Sog'lik zo'rmi? Rahmat. Yaxshi charchashmoqmi? Narxi qanday aka? Voy. Mana buni sifati. Assalomu alaykum. Armiyaga borib keldim aka. Mayli aka, charchamay qol. Nech pul ekan bu? Bu bo'yini qarang, yomon kelgan aka. Buni aka qiziqtiribman meni. Aka, kimdan ekan bu? Voy, sifatini qarang buni. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ylari 1.65 shu atrofi chiqib qoladi. Tirik vaznga qanchalar keladi deb o'ylaysiz? Bitta yozgancha taxmin qilib, mana so'skasi g'alati ekan. Ola paroda. Sigirni вообще sifatlari. Bolasi g'unojin. Tog'ajon qancha so'radi bozor buni?
Bozor har xil so'rayapti. Bolasi 10 ekan, ha? Nechinchi qori ekan? 4-chi qori. 4-chi qori. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Endi 33 deyapti. 35. 30 atrofi so'raganda 28, Yo'q, so'rayapti. 27, 28 so'rayapti. 28 ol. Shu atrofi savdo bo'lyapti. Telefon nomeringiz bormi? Yo'q. Ha. Sakkiz litr suti bor ekan. Kamida. Sigir anchagina sifat. Yomon semiz ekan, ha? Buni narxini bilmaydi, olingan shekilli. Mana. Bo'ying necha? Bo'ying necha? Bo'y necha bo'y? 170. 170 bo'lsang, burchiga qancha? Bir 60dan ziyodroq ekan. Labbay. Assalomu alaykum, qonunchilar. Qanday narxni oladi? Yaxshi. Yaxshi. 28 million, 29 million. Ha. So'rayapti. Seni bular 35 million. 40 million. 40 million so'm. Ayağıga yomon bo'lgan yomon bo'lgan. Ha, aybi bor ekan, oldiroq. Oyog'i yirtilgandan shunaqa bitib qolgandan keyin, ha? Singanmi? Shunaqa bitib qolgan keyin. Sal oqsa bosyapti lekin. Tog'a qancha sotildi? Ha, jonivor lekin. Bular olingan. Sizdanmi? Qanchaga oldingiz aka? 24 yarimga oldingiz. Bolasi o'scha, ko'pcha. 5-6 suti bordir, ha? 24 yarim, barakasini bersin. Nechinchi qori aka bu? 6-chi qorim. 6-chi qorim dedi. Ha. Yaxshi, barakasini bersin. Mana aka. Bolasi mana shu aka. Bolasi 10 jon. Nechtasi beradi? Puli qancha ekan aka? Bilmaysizmi? Yo, Gashti bozorda narxni ayting. Ha. Aytishni xohlamayapti nima deymiz aka endi. Endi bozordagi har bitta klientga aytasiz-ku, tog'a baribir. Shu narsani bilib qo'yingizlar, obunachlar, shaxsiy fikrim. Kamera bu xalq degani. Xalqqa ma'lumot bermayapsizmi? Demak, bozorga kelgan odamga ma'lumot berishni xohlamaysiz. Bozorda sotishni xohlamaysiz degan gap. Hurmatsizlikda, xudo xohlasa, endi bilmadim. Xalqqa hurmatsizlik bu menimcha, narxini aytmasin. Bilmadim, egalariga insof bersin mayli. Tog'a qancha ekan bu? Assalomu alaykum. 27 million so'm aytilishi. Qaysi bolasi? Bolasi qaysi bir aka? Mana shu ho'kizcha. Nimaga? Xizmat bor keldik-da. Yaxshimisiz? Bozor qancha qildi aka? Buni ham olgan aka, uylarga kursni. Mana shuni ham, mana shu bola maktabdan qolib ishlagan. Maktabdan qolib, maktab tugab ketdik-ku. Bo'lika. Bozor qancha qildi? 24. 24 milliongacha bozor so'rayapti dedim aka.
Nomer ayting aka. Bugun Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Nomer. Nomer yo'q aka. Yo'qmi? Hay. Charchamangizlar. Davay. Mas'ullar shaharda biladi. Bo'lyapti, ha? Damas'ga. Damasga. Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Hamid zo'rmi? Eslab qoldingmi? Yo, turadi. Juda topolmasang, Chuqurmol bozori deb yoz chiqadi. Ha. Akalar, to'y ishqibozlari bormi, mana aka? Tog'a qancha sotildi? Tog'a qancha sotildi? Bilmadikmi? Ha, eshitmay qoldim ekan. To'ylar nechta bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. 25 kami bor. Baytallar. Ona bolami? Ha, ona bola. 25 kami bor. Yakkasi chaki 15 millionga sotildi yakkasi mana. Yaxshi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalga yiroqlashmang, obuna bo'ling, podpisatsiya qiling, like bosing, ko'proq do'stlaringizga tarqating. Sababi ijodlarga qaytdik. Bundan keyin nasib bo'lsa sizlarni zeriktirmaymiz. Videolarimizni yangilab, sizlarga har hafta narx-navolarni yangilab chiqarib boraman. Faqatgina podдержка uchun hammadan kutib qolamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha.